Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? German tili o'rganish safaringlar qandayroq ketib bordi? Men bugun bu videoda sizlarga oddiy qilib german tilidagi der die das, ya'ni artikel degan nima? Buni biz Uyg'ur tilida nima deymiz? Bizning Uyg'ur tilidagi qaysi grammatikalik mazmunlarga to'g'ri keldi deganlarni qisqacha tushuntirib o'tay. Balkim esinglarda bo'lishi mumkin yoki misollarni bersam balkim esinglarga kelishi mumkin. Bizning Uyg'ur tilimizda kelish qo'shimchalari deydigan bir qo'shimchalar bor. Masalan, Uyg'ur tilida 6 kelish bor deymiz. Bosh kelish, egilik kelish, tushum kelish, berish kelish, chiqish kelish, o'rin, payt kelish deganga o'xshash. Ya'ni masalan, ni qo'shimchasi, ning qo'shimchasi, g'a, qa, ga, ka, din, tin, da, ta, da, ta deganga o'xshash qo'shimchalarni, ya'ni biz kelish qo'shimchalari deymiz. Yani bu isimlarning kelish qo'shimchalari bu nima desanglar, ismlarga ulanib, shu isimlarni jumlada boshqa so'zlar bilan bog'lash rolini o'ynaydigan hamda ismlarning jumladagi vazifasini belgilaydigan qo'shimchalarga ismlarning kelish qo'shimchalari deb ataldi. Ya'ni bu grammatikalik atalg'u. Masalan, shu rasmga qarasanglar ekranga, dadam bu kitoblarni kitobxonadan setib olibdi. Bu kitoblarni ni qo'shimchasi. Qayerdan setib olibdi? Kitobxonadan din qo'shimchasi. Tamam, bu Uyg'ur tilimizdagi ismlarningki 6 kelish borligini, andan keyin uning qo'shimchalarini bir qo'rib ko'rdik. Endi ikkinchi ma ekran qarasanglar, masalan, bosh kelish ko'pincha vaqt ya'ni igi bo'ldigan. Bosh kelishning hech qanday qo'shimchasi yo'q. Ama keyingi qilib qolgan kelish 5 xil kelishningki hammasining o'ziga xos qo'shimchalari bor. Masalan, jadvalga qarasanglar, birinchisi bosh kelish, ya'ni uning qo'shimchasi yo'q. Bu kim va yoki nima degan savolga javob bo'lib keldi. Bosh kelishning qo'shimchasi yo'q. Esinglar tutib olinglar. Ondan ikkinchi xil egilik kelish. Bu ning qo'shimchasi keldi, ya'ni ismlarga ning qo'shimchasi keldi. Kimning, nimaning degan savollarga javob bo'ldi. Üçüncüsü tushum kelish. Ya'ni ismning keyinga ni qo'shimchasini qo'shgan vaqtida, masalan, kitobni, dadam kitobni kitobxonadan olibdi, setib olibdi deganga o'xshash. Kitobni ni tushum kelish qo'shimchasi. Bu kimni, nimani degan savollarga javob bo'ldi. Berish kelish. Bu berish kelish degan nima desa, kalanglar qalayam bo'lib ketib qolmasin. Ya'ni berish, ma'lum bir yerga yo'linishga, ma'lum bir yo'linishga berish, masalan, g'aqa ga, masalan, uyga, maktabga, sinfga deganga o'xshash, ya'ni ma'lum bir o'ringa yoki ma'lum bir kishiga, opamga, dadamga, masalan, kimga, nimaga degan savollarga javob bo'lib keldi. Chiqish kelish degani dintin chiqish, ya'ni ma'lum bir o'rindan chiqish. Dintin, maktabdan chiqdi, tog'dan kirdi, masalan. Andan keyin chiqish kelish bu. Andan keyin o'rin payt kelish. Ya'ni o'rin payt kelish, ya'ni ma'lum bir o'rinda. Da, ta, da, ta. İstanbul'da, Yevropada, vatanda degan o'xshash qo'shimchalar. Bu kimda, nimada, nada degan o'xshash savollarga javob bo'lib keldi. Endi bu yerda men sizlarga buni uyg'urchasini tafsiliy tushuntirishimdagi maqsad avval uyg'urcha ma mazmun bunday ekan to'xtab bir, ya'ni german tili bilan uyg'ur tilini birma-bir udullashtirish bo'lmaydigani aniq. Ammo uyg'ur tili o'xshab qolgan til ya bu, garchi bir-biriga farqli tillar bo'lsa-mu, lekin ma'lum bir nuqtada yana o'xshashliklar bor. Masalan, uyg'ur tili, turk tili degan tillar keyiniga qo'shimcha qo'shildi, ya'ni so'zlarning keyiniga qo'shimcha qo'shildi. Ammo german tili qarshi, ya'ni keyiniga emas, oldi tarafda qo'shimcha bo'ldi. Mana bu mazmunmu shu sababdan bizning uyg'ur tiliga o'xshamaydigan shakl bor. Ya'ni uyg'ur tilimizga 6 xil kelishini yuqorida deb o'tdik-ya. Masalan, men bu kitobni kitobxonadan setib oldim. Kitobni kitobxonadan deganlarni ko'rdik. Endi ya'ni uyg'ur tilidagi ismlarga ulanib keladigan qo'shimchalarni 6 kelishni o'rgangan bo'ldik.
qayta bir jadval qarab etsak, masalan, baş kelish, igilik kelish, tushum kelish, berish kelish, chiqish kelish, o'rin payt kelish deganga o'xshash. Ya'ni bu ismlarga mushu qo'shimchalar, mushu kelishlarning qo'shimchalari qo'shilgandan keyin bu ismlar jumlada ma'lum bir rolni o'ynaydi. Masalan, ya to'ldirg'uchi bo'ldi yoki aniqlovchi bo'ldi deganga o'xshash. Masalan, men kitobni kitobxonadan oldim desak, kitobni, nimani, kitobni bu to'ldirg'uchi bo'ldi masalanga. Ya'ni shu ismning jumlada qanday rol o'ynaydiganligini ifodalash uchun ma'lum bir qo'shimcha kelish kerak. Bu qo'shimchalarga biz kelish qo'shimchalari deymiz. Hamda grammatikaga qaraylik. Grammatikalik artikel, ya'ni dal mushu xil rolni o'ynaydigan. Ismlarga qo'shilishi orqali ismlarni har xil shakl beradigan va u ismlarning jumlada rol o'ynashiga yordam qiladigan qo'shimchalar deylik. Ya'ni artikel degan. Hamda bilisizlar, german tilini asıl öğrenişke başlaganlar derdi das mesela german tilde iki xil artikel var. Biri aniq artikel, yani birisi aniqsiz artikel deymiz. Aniq artikel deganimiz derdi das. İngliz tilini öğrenip bakanlar bildi the. Mesela anikin aniqsiz artikel aynı deb tushunasizlar, bir yani. Yoki yani aniqsiz artikel onun bo'lishsiz shakli, yani kayni, ayni, kayni. Hamda bu masalan aniq artikel derdi dasning ayni, kaynaninki balkim sizlar bu ko'rgan bo'lishinglar mumkin, jadvalda o'xshamagan shakllarda akuzativ shakli mavu, nominativ shakli mavu deganga o'xshash. Masalan, ma jadval qarsanglar, derdi das nominativ şekli. Nominativ yani bizning Uyg'ur tilidagi baş kelish, yani qo'shimcha yo'q. Yani bu bizning Uyg'ur tilida qo'shimcha yo'q deymiz, ama german tilida ismlarning oldiga derdi das keldi, bu shakli o'zgarmaydi degan gap. Keyingilarda masalan akuzativ bo'lgan vaqtida den o'zgaraydi, qolganlari hech qaysi o'zgarmaydi. Dativ bo'lgan vaqtida masalan dem o'zgaraydi. Di der gözgüreydi, das dem gözgüreydi, yani di den gözgüreydi. Mesela plural diyen köplük qo'shimcha, köplük degan gap, yani ismlarning köplük hali. Endi bu jadvalni biz A1 seviye yeng boshlagan vaqtida bu jadval bo'yicha to'liq yodlab qilma desak, sal tas to'xtab qoldi va murakkab tuyulib his qilib qolmizchu. Shu mencha hozir buni besim qilishdan hech hojati yo'q. Avval jiq oddiy hikoyalarni, dialoglarni o'qib, so'zliklarni jiq yodlab, bu yerda yana bir eskartishga tegishli nuqta, har bir so'zni yodlagan vaqtinglarda, bo'lib ismlar, tabiiyki derdi das bilan keladigan ismlarni yodlagan vaqtinglarda shu derdi das degan artikel bilan birga qo'shib yodlaysizlar. Bo'lmasa keyingi bularning o'zgarishlik bir qoidasi bor, lekin mutlaq bir qoida emaschu. Shunga ismlarni yodlagan vaqtinglarda, yani isim xarakterli so'zlarni yodlagan vaqtinglarda derdi dasni birga qo'shib yodlasanglar, keyin osonga to'xtaydi. Bu videoda men bu tafsilotlarni pek tushundirmayman. Masalan, qisqa bir necha jumla misollarni tushuntirib o'tib ketay. Undan keyin masalan qanday vaqtda der keldi, qanday vaqtda di keldi, das keldi deganlarni keyin jumla tekstlarni o'rganish jarayonida so'zlab o'tamiz. Ammo keyin yana tafsiliy bir video ishlayman. Hozir bir necha misol ko'rib o'taylik. Das ist ein Stuhl. Bu bir o'rindiq. Das ist ein. Hat keine Zeit. Onun vaqti yo'q. Die Banane ist lecker. Bu banan yeyishlik. Die Banane. Der Mann ist groß. Bu er kishi bek igiz. Boyu igiz. Ich möchte das Auto. Men bu mashinani elishni xohlayman deganga o'xshash. Ya'ni mushta jumlalarning ichida ko'ramiz. Bunun qoidalarini keyingi videolarda tafsiliy o'rganamiz. Hozircha shunchalik bo'lsin. Bu bir tushuntirish videosi. Sizlarga foydasi bo'lishini orzu qilman. Keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.